Ha, bobosh aka, yomonsiz, yomonsiz. Biling, yig'ilishga ham kech qoldim. Mana olib ketish kerak edi, kemada taksi. Assalomu alaykum. Aka, taksi zakasi qilmadingiz? Va alaykum salom. Bobosh aka, sizmi? Shohroq tuzumsan. Baza yaxshimi? Rahmat aka. Bobosh aka, siz bo'lmasa taksi orqasidan nech pul ishlayapsiz? To'g'risini aytaymi? Oyiga 6-7 million topyapman, Shohroq. Yo'q, shunaqa ishlash iloji bormi? Mana ko'r. Qaytgancha Shohruh, senga bitta nomer beraman. Men tanishlarim Yandex taksi ochgan. Men sana aytib qo'yaman, sen ulab berishadi. Ha, bobosh aka, yomonsiz, yomonsiz. Assalomu alaykum. Biron kim bormi? Bor aka, nima xizmat? Bobosh aka. Shohruh. Bu yerda nima qilyapsiz? Ko'rmaysanmi, tirikchilikda nimasini aytasan? Ha, qo'ymaysiz. Assalomu alaykum. Aka, savol bersa bo'ladimi? Va alaykum assalom, keling. Bobosh aka, yana sizmi? Shohruh Mirzo, keling. Bu yerda nima qilyapsiz? Kechki paytga endi bir ish topib olganmizda, tirikchilikni ayb yo'q. Ha, qo'ymaysiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling aka, nima xizmat? Bobosh aka, yana sizmi? Shohruh, qaramaysanmi? Tirikchilikda ukam kelib o'tir. Nima xizmat? Yandexda ishlamoqchi edim. Hop. Shunga sizning taksikorda qanaqa qulayliklari bor haydovchilarga? Juda ham ajoyib qulayliklarimiz bor. Agar bizda ishlaydigan bo'lsangiz, sizni birma-bir tanishtirib o'taman. Shayad Yandex taksida kuniga 400 mingdan 500 minggacha pul topishni o'rgatamiz. Bundan tashqari, taksi parkimizda qulay komissiya hamda 24 soat dispetcherlarimiz sizning xizmatingizda. Bundan tashqari, agarda siz o'z do'stingizni bizning taksi parkimizga taklif qilsangiz, sizga qimmatbaho sovg'alarimiz bor. Keling, biz bilan birgalikda ishlang. Shayadi taksi ishonchingizni qozonadi. Bizning manzilimiz Oromgoh chorrahasida Raygaz binosini yonginasida.